Men Xoliva Nargiza, 14 yoshman. Surxondaryo viloyatidan keldim. 10-15 yosh toifasidan qatnashmoqdaman. Men Surxondaryo viloyati Termiz shahar 2-sonli bolalar musiqa va san'at maktabida tahsil olaman. Akademik yo'nalishda o'qiyman, lekin qiziqishim yanada estrada yo'nalishiga ko'proq bo'lgani uchun konkurslarda estrada yo'nalishida qatnashib kelaman. Oilada 5 kishimiz. Dadam, ayam, akam, opam, men. Bizning oilamizda nafaqat men san'at yo'nalishidaman, dadam va ayam ham san'at yo'nalishidan. Dadam ixtisoslashtirilgan maktabda garmoniya va solfejo darsligidan dars beradi. Ayam esa 2-sonli musiqa maktabda akordeon va bayan fanidan dars beradi. Oldin akam kichkinaligidan bayan yo'nalishiga borgan, lekin davom ettirmagan, boshqa yo'nalishdan ketgan. Opam esa fortepiano yo'nalishida o'qiganlar, lekin ular ham fortepiano yo'nalishida davom ettirmaganlar va men bitta 3-farzand bo'lib, musiqa yo'nalishida davom ettiryapman. Bog'chaga borayotgan vaqtlarimdan 6 yoshimdan vokal yo'nalishiga meni berganlar. Ayam Norki Georgievna, ya'ni o'qituvchimga olib borganlar. Birinchi olib borganlarida meni oddiy mashq berganlar, qaytarib ko'rdi. Uni birinchi qaytarib ko'rganman, keyin o'zim tushunmaganman nima qilayotganligimni, chunki juda ham kichkina edim. Ustozim aytganlar, mana ovozi bor ekan-ku, buni davom ettirish kerak degan. Mana 8 yildan beri davom ettirib kelyapman, lekin kichkinaligimdan fortepiano yo'nalishida ham chalib boshlaganman. Dadam aytib beradilarki, 6 oyligimda uyimizda fortepiano bo'lgan. Hajinoqda o'tirib, o'zim borib fortepianoga o'zim chalgan ekanman. Ular juda ham hayron qolishgan ekan va buni bilib, musiqa va san'at yo'nalishini ichiga olib kirdilar meni. Ayrimlarda qo'shiq aytsa, qo'shiq aytma deb baqiradi, lekin men kechqurun 12 gacha, soat 12 gacha bemalol qo'shiq kuylayveraman. Keyin undan keyin, to'xta, bo'ldi qizim, qo'shnilar chiqadi, bo'ldi kuylama, chalma deb gapirishadilar. Ular ham san'atni tushunganligi uchun birinchi joyda xato qilib qo'ysam, xatomni aytishim mumkin. Masalan, mashq qilayotgan vaqtim, to'xta, bu yerda xato qilyapsan yoki bu yerda xato ketdi deb aytishim mumkin. Bugun ham oilam Surxondaryodan meni qo'llab-quvvatlashga keldilar. Ota-onam har doim men sahnaga chiqishimda juda ham hayajon bosadi, chunki men bironta joyda o'zimni yo'qotib yoki xato qilib qo'ymasligim uchun ular ham meni qo'llab-quvvatlaydi. Bu safar ololmasang, keyingi safar olasan deydilar. 8 yil ichida Qozog'istonga, Astana shahriga borgandik. U yerda Viva Astana nomli konkursda Grand Prix sovrinini yutib oldim va bu yil fevral oyida Yangi yulduzlar degan ko'rik tanlov bo'ldi. Unda 2 yo'nalishda qatnashdim. Fortepiano yo'nalishi 1-o'rin, estrada yo'nalishida 2-o'rin oldim. Grand Prixni yutganimda biz hech kim kutmagandi, men ham kutmagandim. 3-o'rinda, 2-o'rinda, 1-o'rinda ham ismim chiqmaganda juda ham xafa bo'lganman. Nahotki men chiqmagan bo'lsam deb. Oxirida Grand Prixni aytganda juda ham xursand bo'ldik. Buni ota-onamga ham ulashuvdim. Ular juda ham xursand bo'ldi. Yoshlar ovozi birinchi bor akademik yo'nalishda qatnashganman, opera yo'nalishida. Unda viloyat bosqichiga borib o'tolmaganman. Keyin sal yillar o'tgandan keyin yoshlar ovoz boshlanganda estrada yo'nalishida qatnashib boshladim. O'tgan yil bo'lganda Bozatov Fest, unda ham viloyat bosqichida o'tolmadi. Mana bu gal omadim kelib viloyat bosqichidan o'tib respublika bosqichiga keldim. Bu konkurs uchun 5 oydan beri tayyorgarlik ko'ryapmiz. Inglizcha qo'shiq, ya'ni Child Lover qo'shig'ini tanladik. Hammani kayfiyatini ko'tarish uchun yuqori kayfiyat beradigan qo'shiqni tanladik. Boshida buni boshlaganimizda chiqmadi, juda ham tushkunlikka tushdim, chiqmaydi deb. Lekin ustozlarim menga maslahat berib, qo'shig'imni kuyladi. Avvalambor birinchi ustozim bu Norikov ustozim bo'lgan. Unga ham juda ham kattakon rahmat aytaman. Shuncha ovozlarimni yo'lga qo'yib, akademik yo'nalishda o'rgatdilar. Undan keyin ularning qizi Bakumenko Yekaterina, u estrada yo'nalishida meni o'qituvchim, hozirgacha menga ustozlik qiladi va bugun o'sha ustozimning mahoratini ko'rsatish uchun sahnaga chiqyapman. Akademik yo'nalishdan estrada yo'nalishiga o'tganman. Lekin menda ikkilantiradigan narsa bu ikkita yo'nalishim bor. Fortepiano ham bor bu tomonda, keyin estrada yo'nalishi ham bor. Lekin haligacha ham ajratib olmaganman qaysi yo'nalishga ketishimni, fortepiano yoki estrada. O'zimizning prezidentimizga Shavkat Mirziyoyev Miromonovichga kattakon rahmat aytaman. Bizga yoshlarga shunday kattakon
imkoniyat yaratib berganligi uchun shu Bozotov Fest konkursi uchun O'zbekistondagi chekka tomonlardan o'zining iste'dodlarini ko'rsatyapti.